Hamma yangi yil bilan tabriklayotganda men sizlarga savol bilan chiqyapman. Aka-ukalar, bu yil tugayapti. Bu yilda sizlar nimaga erishdinglar? Ya'ni nima foydali ish qildinglar va o'zingizlar uchun nima oldinglar va nima niyat qilgan bo'lsanglar o'sha amalga oshdi. Endi ahmoqmisan nimalar deyapsan deyishinglar mumkin, lekin bu savolni men o'zim sizlarga emas, sizlar o'zingizlarga berishinglar kerak edi. Ya'ni yil tugayapti, men nimaga erishdim? O'ylab yurgan niyatlarim amalga oshdimi? Men harakat qildimmi degan savol bilan o'zingizlarga chiqishinglar kerak. Shunda nimagadir erishganinglar yo erishmaganinglarni hisob-kitobini olasizlar va qayerda xato qilganinglarni o'ylaysizlar. Men-ku erishgan narsalarim ko'p. Alhamdulillah ishim zo'r. Aka-ukalar, men nolimayman, taksi sohasida polni obrazda yuraman. Erishayotgan yutuqlarimni ko'rib boryapsizlar, Instagramni kuzatyapsizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Aka-ukalar, o'zingizlarga savol beringlar. Men nimaga erishdim? Kelayotgan yilda o'ylab yurgan har bir niyatinglar amalga oshsin. Jamiki qilmoqchi bo'lgan ishinglar yilni boshidan boshlab ishga tushursin. Xullas, nimaiki ishga qo'l ursanglar, hammasi rivojli bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlarga savol beringlar. Men nimaga erishdim? 2026-yil hammamizga qutlug' kelsin. Joninglar sog' bo'lsin. Bitta like chani bosib, nimaga erishganinglarni kommentariyada yozib qoldiringlar.